Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Ford Gaming va biz Minecraftda rivojlanishning ikkinchi qismini olamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Boyagi resurslarim yo'qolib ketgan. Shuning uchun yangi yer ochib daraxtdan qilyapman. Men shuncha ana qiynalsam, qarasam video ketmayapti ekan. Shunga rosa achchig'im chiqdi. Keyin bir balolar qilib, jonim kamayib qoldi. Xo'sh. Hoş, chicken. Chicken hoş. Hoş. Verstak. Hoş. Gümüştü. Degan savol bordi. Kirka. Hoş. Ben az doktordaman. Shunga qaramasdan ham video olyapman. Hoş. Ha do'stlar, kun chiqdi. Men necha yoshligimni bilmoqchi bo'lsangiz, men zombi. Men 11 yoshman. Yo'qolibdi. Men video olyapman debdi. Men kim gapirmayapman, shunchaki zombi gapirayotgandim. O'zim gapiradigan odatim ham bor. Xo'sh. Nima kulyapti? Do'stlar, to'xtanglar. One block o'ynaymiz. Men aytgancha one block ham o'ynayman. Sal kuchayman olganman. Xo'sh. One block kartaga kirmoqda. Xo'sh. Müşterilerle hem çabuk olabilir. Hoş. Daraxtlar ham yaxshi ham yomon. Yaxshi tarafi daraxt ko'p bo'ladi. Yomon tarafi chopish sal qiyinroq bo'ladi. Bitta ish yasaymiz. Nima qilishim kerak endi sen? Xo'sh. Sen ko'rsatib o'tishim kerak. Toshdan yo'qolamiz. Yerlarga mana bu blokdan qo'yib Suv ichganda, lekin ichmadi desam sigir bir pasda mollarni tushirdi. Hop, shetaman kechgacha ayasi. Navbatdan qilaman, bugun bir kishiman. Har kuni 2 kishi, 3 kishi bo'ladi bu yerda. Ayyo, blok tushadi. Pastga tushishingda ham nima qilyapti?
Xo'sh, Android. Oltin hozircha baribir kerak emas. Bu videoda maqsadimiz ana uy qurish. Xo'sh. Xo'sh.